Hammaga salom aziz do'stlar. Sizlar bilan bugun Neo kanalimizga like va obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Qani bo'lmasam ketdik. Xo'p, bugun nima qilamiz? Bugun shu polus ekin ishlarimizni qilib olib, ekinlarimizni olishimiz kerak. Ancha o'sib qolibdi ekinlarimiz. Hop, mana ekinlarimiz. Ekinlarda yurmasak ham bo'lmaydi. O'zim och qolib ketamiz. Tez yurishni ko'ryapsizlarmi jigarlar? Obuna bo'lib qo'yinglar jigarlar. Ko'proq obunachi qilishim kerak bo'lsa video joylay olmayman jigarlar. Shunday obuna bosib qo'yinglar bo'ldi. Sizlardan men shuni iltimos qilyapman xolos. Obuna bo'lsanglar menga ham yaxshi, sizlarga pul ketmasa jigarlar. Shunday podpiska tugmasini bosib qo'yinglar bo'ldi. Hop, bu yerga yo'q, adashib ketdim jigarlar. Bu yerga biz kartoshka ekishimiz kerak edi. Har doim adashib ketyapman. Negadir charchyapmanmi bilmadim. Mana bu yerga biz kartoshkalar ekamiz. Mana va mana bo'ldi jigarlar. Endi esa polus ekinlar tugadi. Bularni mana eshigimni ko'rishinglar mumkin. Har doim vizitlar kiradigan uchun men shunday eshik o'rnatdim. Keyin televizor ham oldim zerikib qolmasligim uchun. Bularni sandiqqa joylashtiramiz. Qo'yamiz va bo'ldi. Endi aylanib kelsak ham bo'laveradi. Hop. Ey, vizitlar yaxshimisan? Yaxshi. Neo, aytgancha seni boya men chaqiruvdi. Men chaqiruvdimi? Bo'lmasa men yoniga borib kelay. Borib kel, senda muhim ishi bor ekan. Bo'ldi, hop. Oldiga kiraychi. Assalomu alaykum janob mer. Alaykum assalom. Kim Neo? Meni chaqirtirganmidingiz? Men seni chaqirtirgandim. Bizga ham hali mashhurlar keladi. Yaqinda mashhurlar ham kelib qoladi. Shuning uchun bizda chiroyli joy bo'lishi kerak bizda. Mashinalardan kirib kelish uchun asfalt bo'lishi kerak. Shuning uchun qilasan endi mashina. Nimaga har doim men qilaman? Mer. Chunki sendan boshqa hech kim qilmaydi bu ishni. Neo, iltimos shuni qilib qo'y. Keyin men senga pul beraman. Pul bersangiz mayli. Hop, qayerdan olay? Janob mer. Shu yonimda sandiqdan olaver. Hop. Mana shu bo'lsa kerak. Hop, bu yerda juda ko'p shag'al bor ekan. Va bu kerak bo'lsa ekan. Kerakli javob. Bo'pti, janob mer, men ketdim. Bor, hop. Mayli, boraver. Janob mer uyqusirayapti shekilli. Nima deyapti bilmaydi. Hozir bizga janob katta mashhurlar keladi deyaptimi? Shu sababli endi qurishimiz kerak ekan. Asfalt qilishimiz kerak ekan chiroyli qilib. Mayli, bizga tapor va kerak bo'ladi. Mayli, boshlasak ham bo'laveradi ishimizni. Mayli-da, jigarlar endi. Hadislar. Menimcha biz mashinadan boshlaymiz shekilli. Adashmasak, menimcha shu yerdan hozir tekizlab olaman va men videoni yoqaman. Ungacha sizlar obuna bo'lib qo'yinglar jigarlar. Mana qo'ldan kelgancha ham tekizlab oldim. Endi shu shag'allarni qo'yib chiqishim kerak ketma-ketlikda. Mana shu yerga hop, shu yerdan yaqinroq qo'yish kerak ekan. Bo'ldi. Tezroq qurmasak ham bo'lmaydi. Ozga tushib qoladi bo'lmasa.
juda ham tez qurishimiz kerak. Qishloqda bizdan boshqa ham ustachi yo'q, bunaqa narsalar quradigan ustasi yo'q menimcha. Jigarlar obuna bo'linglar deb juda ham ko'p aytyapman. Iltimos shunday tushib turib, shunday obuna bo'lib qo'yinglar, menga shu kerak jigarlar. Obuna bo'lib qo'ysanglar bu nima deyotgandim? Shu yerni qilib bo'ldi. Shu yerni tugatib olsak ham menimcha bo'ladi. Menimcha yaxshi chiqyapti. Shu yerga va shu yerga. Bitga. Bu yerda turmasa ham mayli. Demak, bu yerga qo'yishimiz kerak. Yaxshi chiqyapti degan bo'lsa, kommentariyga zo'r chiqyapti deb yozib qo'yinglar. uch yuz nechta ham podpисчиlar kelyapti jigarlar. Shularni undan ham ko'proq qilaylik. Podpисчиlardan prosmotr bo'lyapti, lekin podpисчи kelmayapti videoyimni. Mumkin podpiska bosib qo'ysanglar yaxshi bo'ladi. Hozir asfaltni qurib bo'lib ham yana videoni yoqaman. Bo'lmasam zerikib qolishinglar. Mana bo'ldi aziz do'stlar. Yaxshi chiqdi degan umiddaman. Mana o'zlaringiz ham bitta baho beringlar. Qishlog'imizga shunday mashhur odamlar keladi. Jallol qolishadi. Qurgan. Ko'ramiz endi. Mana o'zlari baho berishadi. Men bu yerlarni ham to'g'rilashim kerak. Bu yerni bu yoqqa va voy tushib qoldim. Bu yerga. Yo'q, adashib ketib qolyapman. Hozir bu yerga ham qo'yish kerakmi? Bu yerga ham qo'yish kerak ekan. Mayli. Boshqa bloq qo'yilib ketyapti axir. Bunchalik ham qo'lim qo'ysa bo'ladimi? Shunday qo'yamiz. Shu yerga, endi bu yerga qo'yamiz. Yo'q, noto'g'ri qo'yibmiz. Hozir to'g'rilab turib. Va mana bo'ldi jigarlar, bizni qishlog'imiz shunday kelishadi bu yoqdan. Shu yerga kelishadi. Endi nomini yozib qo'ysak bo'ldi jigarlar. Bu yerga bizni qishlog'imiz 55 deb nom qo'y dedi. 55 qishloq deb qo'yamiz. 55 qishloq. Va mana menimcha ko'rinyapti. Mayli, o'zlari kelishadi, yoqqa borib kelishadi-ku. Endi borib Jalol merga aytib qo'yishimiz kerak. Juda ham yaxshi chiqdi yerlar. Borib Jalol merga aytib qo'ysak bo'ldi. Bu joyga kimlar ham kelardi bilmadim. Jalol mer qurib qo'ydi, endi pulni bersa bo'ldi. Assalomu alaykum Jalol mer. Alaykum salom berasan. Ha, bo'pti, xo'p. Endi qurib bo'ldim. Shunga pulimni berasizmi? Ha, beraman, hozir kartaga tashlab beraman. Xo'p, tashlab bering. Telefonim uyimda edi, ammo uyda ko'rib olaman. Bo'ldi, tushdi. Xo'p, rahmat. O'zi kimlar keladi u yerga? Shu mashhur Ronaldo, Messi, yana boshqa qo'shiqchilar ham kelib turadi. Mayli. Yaxshi. Mayli, xo'p. Bo'pti. Bo'pti, bor. Rahmat, ne?
ko'rishinglar mumkin. Shu joyda videoni to'xtatib